Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 9-cı bab. İslam dininin türük erkanlarından sual soraş doğrusida. 68-ci hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu mundaqlaydı. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ba'zi bir narsa doğrusida sual soraşdan cheklangan edik. Bizni mundaq bir ish xursand qilatdi. Yiz ahlidan aqlli kishilar kelib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sual so'raydi. Biz onu anglaytdik. Yiz ahlidan bir kishi kelib, "Ey Muhammed, bizning qishimizga sen avatgan elchi kelib, Alloh taolaning seni elchi qilib avatganligini da'vo qilganligini aytdi. Bu rostmi?" dedi. Rasulullah u rost debdi dedi. Eliq kishi osmonni kim yaratdi dedi. Rasulullah Alloh yaratdi dedi. Eliq kishi zaminni kim yaratdi dedi. Rasulullah Alloh yaratdi dedi. Eliq kishi bu tog'larni kim mushundaq egiz tiklab yaratdi? Buning ichidagi narsalarni kim qildi dedi. Rasulullah Alloh yaratdi, Alloh qildi dedi. Bu kishi osmon zaminni yaratgan, bu tog'larni mushundaq egiz qilib yaratgan Alloh bilan qasamki, Alloh taolo seni rost payg'ambar qilib avatdimi dedi. Rasulullah shundoq dedi. U sen avatgan kishi bizning ustimizga bir kecha kunduzda 5 vaqt namozning farzligini aytdi dedi. Rasulullah u rost debdi dedi. Eliq kishi seni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, Alloh taolo seni mushuninga rost buyurdimi dedi. Rasulullah shundoq dedi. U sen avatgan kishi bizning ustimizga mollarimizning zakatini ayirishimizning farzligini aytdi dedi. Rasulullah u rost debdi dedi. Eliq kishi seni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, Alloh taolo seni mushuninga rost buyurdimi dedi. Rasulullah shundoq dedi. U sen avatgan kishi bizning ustimizga bir yilda bir oy ro'za tutishimizning farzligini aytdi dedi. Rasulullah u rost debdi dedi. Eliq kishi seni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, Alloh taolo seni mushuninga buyurdimi dedi. Rasulullah shundoq dedi. U sen avatgan kishi bizning ustimizga yo'l jihatdan qodir bo'la olgan kishining haj qilishining farzligini aytdi dedi. Rasulullah u rost debdi dedi. Ondan eliq kishi orqasiga o'rilib qaytqach, seni haqliq bilan payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, men bu ishlarning ustiga ziyoda qilmayman, ham bulardan hech narsani kamlatmayman dedi. Rasulullah agar bu kishi rost aytib, samimiy sodiq bo'la olsa, jannatga kirdi dedi. 69-cı hadis yuqorqiga o'xshashdir. 10-cı bab. Jannatga kirgizgan iymonning bayoni. Kim buyurilgan narsaga mahkam esilib, cheklangan ishlarda yansa, bu jannatga kirdi degan to'g'risida. 70-ci hadis. Abu Ayyub radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasulullah safardagi chog'da bir Arabiy kishi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning yo'lini to'sib, tugisining noqsini tutib turib, "Ey Allohning elchisi, meni do'zaxdan yiroqlashtirib, jannatga yaqinlashtiradigan bir amalni xabar qilsizlar" dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam to'xtab, ondan sahobalarga qarab, "Haqiqatan bu kishi hidoyat tepdi. Buningga tavfiq ato qilindi" deb, ondan u kishiga "Sen nima deding?" dedi. U kishi so'zini qaytardi. Ondan Rasulullah "Sen Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay, faqat bir Allohga ibodat qil. Namozni o'qigan, zakotni bergin, Ramazondan ro'za tutgan, tuqqanlaringga sizlar rahim qilgin, tugini qo'yayotgan" dedi. 71-ci hadis yuqorqiga o'xshashdir. 72-ci hadis. Abu Ayyub radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kishi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kelib, "Ey Allohning elchisi, meni agar men qilsam, men jannatga kira oladigan, meni do'zaxdan yiroqlashtirib, jannatga kirgizadigan bir amalga ko'rsatib qo'ysizlar" dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam "Sen Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay, faqat bir Allohga ibodat qil, farz namozni o'qigin, farz zakotni bergin, Ramazonda ro'za tutgin, tuqqanlaringga sizlar rahim qilgin" dedi. Bu kishi orqasiga o'rilib qaytganda Rasulullah agar bu kishi buyurilgan narsalarga mahkam esla olsa, jannatga kiradi dedi. 73-ci hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir Arabiy Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kelib, "Ey Allohning elchisi, meni agar men qilsam, men jannatga kira oladigan, meni do'zaxdan yiroqlashtirib, jannatga kirgizadigan bir amalga ko'rsatib qo'ysizlar" dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam "Sen Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay, faqat bir Allohga ibodat qilib, farz namozni o'qigin, farz zakotni bergin, Ramazonda ro'za tutgin" dedi. Bu kishi Alloh bilan qasamki, men buning ustiga ziyoda qilmayman, buningdan kamroq etmayman deb keyinga o'rilib qolganda,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimni onun cennet ehlinden bo'lgan bir kishiga qarshi xursand qilsa, ya'ni cennet ehlinden bo'lgan bir kishiga qarshi yaxshi ko'rsa, mushu kishiga qarasin dedi. Muttafaqun alayh. Buxoriy va Muslim tutdilar. 74. hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Nu'man kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning elchisi, qani deb baqsala, men farz namozlarni o'qisam, halol narsalarni halol deb bilsam, harom narsalarni harom deb e'tiqod qilsam, buning ustiga hech narsani ziyoda qilmasammi, men jannatga kira olamdim?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, kira olaysan" dedi. Muslim rivoyat qilgan. 75. hadis yuqoriga o'xshashdir. 76. hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Qani deb baqsala, men farz namozlarni o'qisam, Ramazonni ro'za tutsam, halol narsalarni halol deb bilsam, harom narsalarni harom deb e'tiqod qilsam, buning ustiga hech narsani ziyoda qilmasammi, men jannatga kira olamdim" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, kira olaysan" dedi. U kishi: "Alloh bilan qasamki, men shu ishlarning ustiga hech narsani ziyoda qilmayman" dedi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, har qanday bir musulmon farz namoz, ro'zalarni va boshqa farzlarni qilib, haromdan yansila, halolni harom, haromni halol qilmasala, u kishi jannatga kiradi. Ikkinchi, jannatni va uningga kirgizgan rahmat amallarini so'rash. Uchinchi, namozdek farzlarni qilmagan kishi jannatga kira olmaydi. 11-bob. İslam dinining arkonlari va eng cho'ng to'yliklari to'g'risida. İbn Ömer 77. hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "İslam dini 5 narsa ustida qurildi. Birinchi, Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Haqiqatan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi deb guvohlik berish. Bu islom dinining kirish marosimi. Ikkinchi, namoz o'qish. Uchinchi, zakat berish. To'rtinchi, Ramazon oyida ro'za tutish. Beshinchi, Baytullohni haj qilish. Bir kishi haj qilish va ro'za tutishmi dedi, u yo'q, ro'za tutish va haj qilishdir. Men Rasulullohdan ana shunday anglagan dedi. 78. hadismi yuqoriga o'xshashdir. 79. hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "İslam dini 5 narsa ustida qurildi. Birinchi, Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Haqiqatan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi deb guvohlik berish. Bu islom dinining kirish marosimi. Ikkinchi, namoz o'qish. Uchinchi, zakat berish. To'rtinchi, Baytullohni haj qilish. Beshinchi, Ramazon oyida ro'za tutish." Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Nasai to'plagan. Sahih. Esinglarda bo'lsin. İslam dini 5 narsa ustida. İslam dini ayrim, 5 narsa ayrim bo'lib, shu 5 narsa ustida islom dini bo'ladi. U 5 narsa asosi uludur. 5 narsa deganlik islom deganlik emas, balki islom dinining asosi uludur. Uningdan boshqa nurg'un takliflar bordir. Bu hadisning muhim nuqtalari yuqoriga o'xshashdir. 80. hadis yuqoriga o'xshashdir. 12-bob. Alloh va Allohning elchisiga, dinning shariatlariga iymon keltirishga buyurish, uningga da'vat qilish, dinning shariatlari haqidan savol so'rash, uni muhofazat qilib boshqalarga yetkazish to'g'risida. 81. hadis tuvandiga o'xshashdir. 82. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abduqays elchilari kelganda, bu qavmlar yoki elchilar kim bo'ladi? Ular biz Rabi'a qabilasi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Merhaba, xush kelibsizlar. Xorlanmaysizlar, ziyon tortmaysizlar, pushaymon qilmaysizlar" dedi. Ular: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz faqat sizlarga urush harom qilingan oydala kelishga qodir bo'la olamiz. Chunki sizlar bilan bizning oramizda Muzar qabilasining kuffarlaridan iborat mushu qabila bordir. Bizni ochiq ro'shan bir ishga buyursa, biz uni orqamizdagi kishilarga xabar qilayli. Shu ish sababli jannatga kiraydi" deb kichimlik to'g'risida so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men sizlarni 4 ishga buyurib, 4 ishdan to'saman. Sizlarni yolg'iz Allohga iymon keltirishinglarga buyurayman. Bir Alloh iymon keltirishning nimaligini bilamsizlar" dedi. Ular: "Alloh va Rasuli a'lam" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Haqiqatan bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi deb guvohlik berishdir. Namoz o'qish, zakat berish, Ramazon oyida ro'za tutish, olgan g'animatinglarning 5dan 1ni topshirishdir.
Men sizlarni qapaqda yasalgan qachidan, daraxt ko'tkida yasalgan tulundan, loy bilan yo'ngdan qondan yasalgan qachidan, ro'nkalardan to'siman. Sizlar buni obdan yodlab saqlab, orqanglarda qolgan kishilarga xabar qilinglar dedi. Bayhaqi, Muslim, Buxoriy qatorliqlar xotirlagan sahih hadisdir. Bu hadisda 4 buyurayman deb 5ni buyurgan masalaga olimlar mundoq degan. 4ni va'da bo'yicha buyurgan, 5-sini qo'shib qo'ygan. Chunki ular urush vaqtida edi. Buning ustiga Muzar qabilasining kofirlar bilan yaqin yashaydi. Hech narsa farz bo'lmag'achqa tilga olmagan. Yuqorqi ichimlik tulun qochiq tovoqlarning cheklanishi mansub qilingan, ya'ni amaldan qolgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarni nurg'un narsalarga ichimlik tilashni to'sgan. Hamda har qanday narsa bo'lsa chilab ichinglar, ammo mast qilg'uvchini ichmanglar degan. Bu hadisni Muslim to'plagan. Sahih. Jumhur olimlar bu hadis bilan yuqorqi qochi masalasi mansub, amaldan qolgan dedi. 83-ci, 84-ci, 85-ci hadislərmə yuqurqu oxşaşdır. Lekin azraqdan fərqi bardır. Bu hadisning oxirida "Ey Əşəd, həqiqətən səndə Allah yaxşı gördiğin iki xislət iş var ekan. O bolsunmu mehribonlik, təmkinlik bilan ig'ir besiqlik, ya'ni aldirang'u emas" degan so'z va og'zi bo'g'iladigan teri to'lini ichimlik ichsanglar bo'ladi. Mast qiladigan narsani ichib mast bo'lib qolib, biringlar tog'asining bolasini, ya'ni o'z qarindishini qilich bilan chap o'tadi degan illatlar bardir. 13-ci bab. Şahadet kelimelerine çağırış ve İslam dininin şeriatları. 87-ci hadis. İbn Abbas Muaz radıyallahu anhumdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni Yemen'e evetkende mundaq degan. Haqiqatan sen ahli kitaplarga, yani Yahudi nasaralarga barasan. Ularga barganda ularni haqiqatan Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ның elçisi deb guvohlik berishga chaqirgan. Agar ular sana bu ishda itoat qilsa, ularga haqiqatan Allohning bir kecha kunduzda 5 vaqt namozini farz qilganligini xabar qilgan. Agar ular sana bu ishda itoat qilib, namozni o'qisa, ularga haqiqatan Alloh taoloning zakotni farz qilganligini, boylardan elinib faqirlarga berilganligini xabar qilgan. Agar ular sana shu ishlarga itoat qilsa, ularning mollarining eslarini, xillarini ilib nazar qilgan. Mazlumning zulmga uchragan kishining duosini nazar qilgan. Haqiqatan o kishining duosi bilan Allohning arzida ijob fardi yo'qdir. Yani tez icabet bulup sen alak bulusan. Ahmet, Beyhaqi, Abu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Majah toplagan. Sahih. 88-ci hadismi yuqorqi o'xshashdir. 89-ci hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazni Yemen'e evetkende mundaq degan. Haqiqatan sen, yani ey Muaz, ahli kitap bo'lgan qavmlarga barasan. Ularni chaqirib da'vat qilgan narsaning tunjisi Allah'a ibadet qilish bo'lsin. İbadetullah bo'lsin. Ular Allah'ni taniganda haqiqatan Allah'ning ularga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishni farz qilganligini xabar qilgan. Ular uni qilib 5 namozni o'qisa, haqiqatan Alloh taolo ularga zakotni farz qilganligini, ularni boylardan elib faqirlarga berganligini xabar qilgan. Ular buningga itoat qilsa, zakot mollarini ularni sen ol. Lekin kishilarning mollarining eslarini, xillarini elishni nazar qilgan. Qattiq saqlan. Bayhaqiymi to'plagan.